İşğal ostidagi Sharqiy Turkistonda erkak qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'urlar xalqaro jamiyatning vijdoniga murojaat qilib, dunyoning Xitoy kommunist hokimiyatining erkak qirg'inchiligini oxirlashtirish uchun vaqtida harakat qiladigan yoki qilmaydiganligini so'radi. Surgundagi Sharqiy Turkiston hukumati bayonot e'lon qilib, Beijingning Uyg'urlarni yo'qotishni bir davlat siyosati sifatida ijro qilayotganligini ta'kidladi va xalqaro jamiyatning Xitoyning jinoyatini javobgarlikka tortilgan payti yetib keldi dedi. Bayonotda biz bir ko'cha yig'izida turyapmiz. Tarix bu paytni eslaydi. Dunyo bir millatning halok bo'lishining oldini olish uchun harakat qo'llanamdi yoki bu qorong'u bobning munozarasiz holda tarixga yozilishiga yo'l qo'yib, kelgusida mushunga o'xshash vahshiyliklarning yuz berishiga yo'l ochamdi deyildi. 25 avgust kuni Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy tarafidan 3 yillik kesib o'tilgan va Qashqardagi mush ayollar turmusida jazo muddatini o'tayotgan 19 yoshli o'quvchi Kamila Vohid haqida maxsus bayonot e'lon qildi. Ular bayonotida Xitoy doiralaridan 19 yoshli Uyg'ur o'quvchi Kamila Vohidni qo'yib berishni talab qilgan. Ular bayonotida yana Kamilaning shaxsiy fikr bayon qilish huquqini ishlatganligi uchun emas, balki Xitoyning Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon millatlarning milliy va diniy kimligiga qartilgan adolatsiz siyosatining qurboni bo'lganligini ta'kidlagan. Xitoy Yaponiyaning radioaktivlik bulg'anma qo'yib berishiga norozilik bildirayotgan bir paytda Xitoyning statistikasidan ayon bo'lishicha 2021-yil Xitoydagi 13 yadro elektr stansiyasining har biri qo'yib bergan radioaktivlik bulg'anmalarning miqdori Yaponiyaning Fukushimada yadro elektr stansiyasining 1 yilda qo'yib berishni planlaganidan 10 hassa ko'p ekan. Shuning bilan birga Xitoyning Sharqiy Turkistonda olib borgan yadro qurollari sinaqining ziyonlari hali ham o'tirg'a chiqmadi. Amerika Savdo ministri Gina Raimondo ikki davlat o'rtasidagi jo'grafiyalik strategik raqobat va siyosiy ziddiyatning kuchayishi sababidan Xitoyda savdo qilayotgan Amerika shirkatlarining mablag' solish muhitiga bo'lgan andishasi kuchaygan bir paytda Xitoyni ziyorat qildi. Amerika ovozi radiosining xabariga qaraganda, Raimondo 4 kunlik Xitoy ziyaratining bir qismi sifatida Beijingga kelgan bo'lib, dunyodagi ikki chong iqtisodiy gavdaning savdo aloqasini kuchaytirish va Amerikaning davlat bexatarlik savdo tadbirlarini murassa qilmaydiganligini bildirishni maqsad qilgan. Egilinishçe, 2023-yili 1-oydan 7-oygacha Xitoydagi sanoat shirkatlarining foydasi oldingi yildagiga solishtirganda 15,5% to'valligan. Davlatlik statistika idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, 1-oydan 7-oygacha bo'lgan yillik tijorat kirimi 20 million yendan oshib ketgan sanoat korxonalarining umumiy foydasi 3 trillion 940 milliard yuan bo'lgan. Rossiya tekshirish komiteti Yallan askar guruhi Wagnerning qurg'uvchisi Yevgeniy Prigojinning Tver rayonida shaxsiy aeroplanning tushib ketishi natijasida qazo qilganlarning ichida ekanligini dalilladi. Qazo qilgan 10 kishining kimligining aniqlanganligi ko'rsatilgan bayonotda natijaning 23 avgust e'lon qilingan tizimlik bilan o'xshash ekanligi, buning ichida aeroplanda hayotidan ayrilganlarmi borligi o'tirg'a qo'yilgan.